1938-yil 4-oktyabr O'zbekiston tarixida musibat bilan eslanuvchi kun. Qonxo'r diktator Iosif Vissarionovich Stalinning qattol rejimi ostida millionlab insonlar surgun qilindi, qamaldi. Millionlab insonlar esa shunchaki otib tashlandi. Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon ham shu o'lim mashinasining qurboni bo'ldi. Aytishlariga qaraganda, o'sha paytlarda haddan ziyod ko'p insonlar o'limga hukm qilinganidan, yozuvchi va shoir Cho'lponga navbat kelganida jallodlarning o'qlari tugab qoladi va bu inson qiyofasidagi iblislar shoirni bolta bilan chopib tashlaydi. Qarsaklar chaldi o'zbek, Cho'lponni boltalashdi, bashshalar gulzorimda ari bilan boltalashdi. Xoinlar kunni tug'di, she'riyat quyoshi botdi, boltalab o'ldirdi rus, o'zbeklar uni sotdi. Kechirgan Turkiston, bo'lolmadim posponing. Kechir, men qarab turdim, qahradi bog' bo'stoning. Mozidan izla javobni, qonlaring yer talashdi, otgan o'qlari qolmay Cho'lponni boltalashdi. Nima bo'ldi ekan uning so'nggi so'zlari o'shanda? Tuyog'i najosat bosib to'ng'izlar kezdi gulshanda. Qurbonjon dodxo misoli Madaminbekni aldashdi. 1938 Cho'lponni boltalashdi. Usmonga nasib etmadi o'z yurtidan bir mozor. Hurlikni orzu qilgancha o'tdi tuprog'iga zor. Qodiriy Cho'lpon Fitratni nima sababdan qamashdi? Jallodlar o'q topolmay Cho'lponni boltalashdi. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanning qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanning qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga. Jallodlarni bir tuki ham qilt etmagan ehtimol. O'ris jallodni urdi, xoin o'rtada dallol. Yuraklar muzladi, qarg'alar sovuq qotdi, ruslar bolta charxladi, o'zbeklar o'zbekni sotdi. Qaylarda qoldi nari tortgan pahlavonlaring? Qabri oyoq ostida toptaldi bobolaring. Tovon o'qib shoir bo'lgan bu shoirlar shon talashdi. Jallodlar o'q topolmay Cho'lponni boltalashdi. Paxtalar ekib bog'u sochdi boshing uzra rus. Sariq kasal bo'lib nobud bo'ldi norasidalar. Yalaqi raislaring cho'chqalardan oldi tuz. Yuvolmayman armoningni bitsa ming xasidalar. Olmoniya bag'ridan qaytolmadi toliblar. Qaytganlari otildi, qilt etmadi qotillar. Turkiston jahannam bo'ldi, xoinlar o'tqalashdi. Otildi Qodiriy, Cho'lponni boltalashdi. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanning qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga. Faryod bilan qon yig'lab ketdi bahorlar, dushmanning qo'lida jon berdi daholar. Nega yig'lamaysan ey yurtim bu holga? Axir dushman bolangni otgan olovga. Agar sen nolda bo'lsang so'rashadi, "O kimsan?" Agar qarzda bo'lsang so'rashadi, "Qattisan?" Agar begona bo'lsang so'rashadi, "Qatlisan?" Agar pul topib qolsang so'rashadi, "Qalaysan?" Bu zamonda dunyoqarash odamlarda sal xomroq, aldanganini tushuntirishdan aldab ketish osonroq. O'zingdagi ishongan jihating bu sabr bo'ladi. Yilning ilk 12 oyi doimo qiyin bo'ladi. Ishlar yaxshi yurmasa demak ishlar bilan boshqa yurma. Agar sher sukut saqlasa lutchi gapini bo'lma. Maqollar ko'p, qay birisi to'g'ri tushunmaysan ham. Havo bulg'anmaguncha havoni sezmaysan ham. Chekinishga yo'ling bo'lsa qo'rqmaslik paydo bo'ladi. Insof degan tushuncha ham goh bo'ladi, goh o'ladi. Nima demoqchiman, kimdadir qolib ketmasin dil yara. Buqa qancha katta bo'lmasin konservaga sig'adi qara. Tashvishni o'ylab siqilma, u seni o'ylamaydi. Bu dunyoni o'yin qilma, dunyo bugun o'ynamaydi. Kim hayotda yiqilmagan demak ko'tarilmagan. Kimki ko'tarilmagan demak u yiqilmagan. Ojizga ko'rsata olmaysan, karaxtga aytib bera olmaysan. Ahmoqqa isbotlolmaysan, tentakka tushuntira olmaysan. Qayerda kerakmassan, agar xarob kiyinsang, chiroyli kiyimda ham u yerda bir tiyinsan. Kimgadir yoqmasang tashvishlanma, muammo emas. Axir yaxshi dil sohibi bo'lish hammaga hammas. Hayot shunaqa ekan, goh qarzi bor, goh qarzi yo'q. Mehnat darsi bor, lekin dam olishni darsi yo'q. Kim hayotda va'da berib va'da
va'dasini qilolmas. Bu hayotda asosan soqovlar balo bo'lmas. Baxtliman deganlarda balki aslida baxt yo'q. Bariga vaqt davo bo'lsa nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Har bir avtomashinada ikkitadan dvornik bor. Nega hech bir dvornikda bittadan mashina yo'q? Hayot ancha surbetroq, xohlasang tekshirib ko'r. 1% kefir olib zaryadkaga qo'yib ko'r. Fikr ham bir transport, odam har xil bo'ladi. O'z fikri yo'q bo'lsa birovnikidan foydalanadi. Har eshikni ochadigan faqat ikkita so'z bizdan. Bitta so'zingizga va bitta so'zingizdan. Inson tabiat shu soxtalik ketidan quvar. San qo'lingni yumisan, qo'llaring bir-birini yuvar. Onalar mehr berar, maktabchi ta'lim berar. Qanchalik inkor qilmagan tarbiyani ko'chaverar. Aytishadi hammada baxt bir-birinikidan farqli. Kimda tug'ilgan kuni ko'proq bo'lsa o'sha baxtli. Hayot nadomatli, har bir ish alomatli. Tog'dan baland boylik bo'lsa ham qimmat salomatlik. Qizlar oldin shahzodasan kuchisharni bilishmaydi. Keyin hayron bo'lib nega shahzodalar ish qilishmaydi. Qancha inson ko'chada, tirikchilik ilinjida, lekin hamma ham aytmaydi yashashim qiyin juda. Kimlardir nola qilsa, kimlardir bardosh qilar. Hayotda inson ikki xil, faqat sen va boshqalar. Hech qachon aql bilan pul ishlatib bo'lmaydi. Goh puling bo'lmaydi, goh aqling bo'lmaydi. Tajribang oshar, yashab o'tganing sari yoshni. Yaxshi qo'shni hech qachon uyda bo'lmaydigan qo'shni. Talpa bilan hatto she'rni yiqitsa bo'lar, lekin ma'no boshqa joyda. Talpa faqat shakalda bo'lar. Aqlli bo'lish uchun kitob o'qishdir qoya. Mard bo'lib yashash uchun faqat xohish kifoya. Faqat xohish kifoya. Ikkita so'z bu ikkita so'z. Toparmiz bahonalar, vaziyat tushuntirish. Yo'l-yo'lakay topilgan bahona faqat kuldirish. Taqdirdan qocholmas oddiy odam yoki zvizda bormi? Taqdirdan qocholmagan hatto o'sha Desdemona. Taqdir bu bo'mbo'sh daftar, unga o'zimiz yozamiz. Faqat qaytar dunyo nomli qalam bilan yozamiz. O'ylagan minimum mel qatori bo'lishing kerak. Hamda kimnidir sevimli yori bo'lishing kerak. Bir o'qituvchi hamma fandan dars bera olmasa-da, bir o'quvchi hamma fanni o'rgana olishi kerak. Bu hayot kimga kerak deb savol bersa yurak. Eslab qoling, bu hayot faqat baxti borga kerak. Qayg'u va alam bormi yuragimga preslar. Radius 21 nigohida bir eslab. Bo'lamiz bir eslab. Doim xotiramda deb qaniydi trend qilolsam radius legenda deb. Hayotda bo'l xo'ja Nasriddin yoki Aldar Ko'sa. Nima qilasan qora rangda oq deb yozilgan bo'lsa. Oq deb yozilgan bo'lsa. Oq deb yozilgan bo'lsa, menda Hindiston bayrog'ini tashlamadimi? Shunchaki bu bayroqni tashlaydigan kontent qilma. ishlagani ketdi chetga. Kambag'al onasi yig'larkan, bezori o'g'li qamarsa faqat Xudodan so'rarkan yordam. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilmagan, belavzu nomardlarga boshimiz egmagan. Bilmadim nechta o'ylar ajrashib ketdi padaman. Farzand stradat quvvatda o'yjon qatadam deb. Hozir yashash qiyin, o'ylikni yetkazib bo'lmaydi. Erkaklar ham yig'laydi, faqat ayollar ko'rmaydi. Xotin eri bilan talash o'tdi temi-teng. Sizga deb nima ko'rdim, ana uni erini qarang. Erkak yurgan boshingni ko'tarib sindirib o'zingni, axir sana nomin erkak. Bilaman ketding qiynalib, mas'uliyat va muammolarni ko'tarib yuribdi erkak. Hech kim ishonmasa ham o'zingga o'zing ishongan hammasi bo'ladi okey. Shuncha narsaga chidading, unutmagan kimligingni, axir sana nomin erkak. Qarz chaqiradi, sharoit sani belab qiladi. Nito bosgan qadaming ta'sir qiladi. Shoshilmagin bu hayotda, yugurganlar yiqiladi. O'zidan o'zi bo'lmaydi hech narsa, ayb o'zingdadir. Balki to'g'ri yurmading, hidlaring yutding, yana chaqding. Halol topgan pulingni ishlating, har xil fohishalarga shalga urding, so'kding.
mehr bermading nafsga. Qul bo'lmagan suhbatlash besh mahal, bittigina yo'li bor, problemani qiladi hal. Yaratilganlarga emas, yaratganga dardingni ayt. Hammadan birinchi kirib, hammadan oxiri chiqib ket. Ketma ket, duo yuqori dog' tushgan list o'q qo'ygan bo'lsa beradi agar niyating bo'lsa chista. Tavba asosida qilingan xato gunohga, qolganiga tavakkul, sajdada ishonch Allohga. Erkak yurgan boshingni ko'tarib sindirib o'rmagan o'zingni, axir sana noming erkak. Bilaman ketding qiynalib, mas'uliyat va muammolarni ko'tarib yuribdi yelkin.